Assalomu alaykum Katul Olami kanali obunachilari. Yana navbatdagi katulimizni Gurlan Vazir qishlog'idan olib keldik yana. Asaviy mahallasi. Asaviy mahallasidan olib keldik. Yana Rozmatamizda zakaz berdik. 22 kilovatli Nijniy Garina katulimizni olib keldik yana yetkazib. Xudo xolasa monetasini ikkab qo'ydilar ekan, montajni ustalar ertang boshlaydilar. Mana shu 4 qator bo'ladi yana. Miniklar yana 4 qator. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Mana men shu komplektni tozalab tayoqchalari bilan birga boyina. Buni bir afzalligi prosta buni bu vaqtda kelib salaverasiz-da ustundan. Shu afzalligi yerda. Sizga usta tavsiya berdim. Kim tavsiya berdi siz bunu? Ustamiz tavsiya berdi. Ustamiz tavsiya berdi, to'g'rimi? Nijniy Garina oling deb. 100% garantiya dedi bu. O'zimiz garantiya beramiz. Yo'q, usta tavsiya berdi axir sizga shunda. Bo'ldi yana. Nijniy Garina katollarimiz o'zimiz 100% garantiya beramiz. Shinekli olasizmi, uni olasizmi? Verxni olasiz, hammasini garantiya beramiz. Siz o'zi klientni o'zi tanlab olish kerak-da buni. Qaysi ma'qul tushadi bo'lsa, shuni olish kerak. Yana bu yerda nima desa kerak, buni qaqib turadi o'yinab. Yana. Ichindagi o'yin nari? Chetdan tozalab turadi. Yanib bo'lgandan keyin ichindagini tozalab berasiz-da, sho'ri bilan darpaz. Yirik ko'mir yonmin qoldi bo'lsa, shidan tushadi, yana tartgan vaqtingizda ochiladi, yana qaytadan yoqib beraverasiz. Mana yana ustuna ilishtirishni shart emasda, o'zi tenni olishga ketaveradi bu. Lekin shundan baribir tozalab turasiz uni bir 2-3 kundan. Bir Nijniy Garina ekan deb yoqavermaysiz buni, yoqavermaysiz. Bir oy yoqishingiz mumkin degani, bir oy yoqishingiz kerak degani emas-da baribir. Inshoollah o'zingizga yaxshi ku, ha? Qancha tozalasan shuncha yaxshi. Lekin yoqib bilasiz buni. Bir oy emas, kerak bo'lsa bir sezon yoqib bilasiz, tamom, o'shanda o'zining cho'g'i bilan. Prosta iloji bo'lsa tozalab yoqish kerak-da baribir. Tozalab yoqmasangiz buni bunkiri qizdirmaydi. Nijniy Garina bilan Verxniy Garinani farqi buni shu bunkiri qizdirmaydi yana. Bu prosta vazifasini bajarib beradi-da. Unda narsa sal uni ko'tarib tashlab berasiz joyini. Prosta Verxniy Garinada shu bunkir joyi ham azaygandan keyin qizdirib qo'yadi. Bunda faqat teplab minliklari qizdiradi. Hammasini ham o'ziga yarasha plus minus taraflari bo'ladi-da. Shunday shuni xizmatlar kerak bo'lsa, katollar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni chiqarib qo'yamiz, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa dastlabkasi bilan yetkazib beramiz. Mana narxini keladigan bo'lsak, 7.400.000 so'm yetkazib olib keldik yana. Rozmatami, yana Rozimboyami o'zi, Rozimboy sizdan uyda qolsak bo'ladi. Yana Rozimboy o'zingiz bordingiz, xudo xolasa. O'zingiz borib tanlab oldik-ku. Aha. Usta tavsiya berdi, axir ustaning Tavsiya berdi. Katol ishlab turganlarga tavsiyasini shuni berdi. Bu mahallaga ko'p olib kelganmiz lekin. Ko'p olib keldik. O'tgan yil ancha odam oldi lekin shu mahallangizda. Shu o'zi ko'p olib berdi, hammasi. To'g'ri. Bo'lmasam shu like bosib, kanalga obuna bo'lib qolishlarini so'raymiz. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Dastlabki ham shuni yetkazib olib kelib beramiz, xudo xolasa. Salomat bo'lasizlar.